Qilasizmi? Qilalaman. 35 yildan beri kutayotgan orzuyim bordi. Qilalasizmi? Qilalaman desam, shunaqa yig'lasalar, deydi, qiqir qilib ovozlari chiqib yig'ladilar. Yelkalari qimirlab yig'ladi. Bir mahal to'xtatdim. Aya, ha o'g'lim, orzuyingiz bormi desam, ko'zingizni yumib oldingiz. Orzuyingiz bormi desam, yig'layapsiz. Orzuyingiz bormi desam, ko'zingizdan yosh oqdi. Nima o'sha orzu 35 yildan beri sizni kutib turgan? Ayting, men hozir qilaman desam, bir o'zlarini to'xtatdilar-da. O'g'lim, akangiz aytmagan, opingiz aytmagan bir gap bor-da. Nima gap, onajon? Siz kechasi uxlab, ertalab turib ham yugurib bo'ynimga osilib, "Ona, men sizni sog'indim, uxlab turibdir" deysiz. Uxlab ko'rmaganimga turib sizni sog'inib qoldim deb bo'ynimga osilib, betimdan o'pib, sog'indimdir deysiz. Maktabga borib, maktabdan kelib, yugurib bo'ynimga osilib, "Ey, men sizni sog'indimdir" deysiz. Shu so'zni men 35 yildan beri og'zingizga qarayapman-da, shu gapni aytarmikin deb. Shu gapni bir marta bo'lsa ham ayting o'g'lim, armonim qolmasin dedilar deydi. Ichimdan deydi bir hayqiriq, bir o'kiriq keldi-da deydi. Dod deb turib, oyoqlarini quchoqlab, "Ona, men sizni rosa ham sog'indim" deyishimni bilaman. Ey Robbim, dunyoga farzand keltirib, onalik baxtidagi, onalarning ichidagi eng baxtli onaman. Chunki meni armonim, orzuyim qolmadi. Men farzandlarimdan roziman. Sen ham meni farzandlarimdan rozi bo'lgin dedilar-da. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb jon taslim qildilar-u, endi armon menga o'tib qoldi dedi. Nima desam, qaniydi onam hayot bo'lsa-yu, soatda, kunda emas, soatda aytardim deyapti. Qabrlariga borib ham aytib kelyapman, "Onajon, shunchalik ham qadringiz men uchun balandmidiki, men o'zimni gangitib qo'ydim. Men vos-vos bo'lib qoldim, uyimda tura olmayapman. Onajon, taomni mazasini esdan chiqarib qo'ydim. Onajon, men sizni shunaqa ham sog'inyapmanki, qaniydi bir marta ko'rsam, afsus, tushimga ham kirmayapsiz. Hidingiz tugul, izingizni ham axtarib topolmayapman. Shunchalik hammisiz" deb onamni qabrlariga borib ham sog'inganimni aytib kelyapman-u, lekin tiriklarida o'zlariga aytganda o'rni bosilmas ekan-da deydi. Shunday ekan, siz u bizni qaysi gapimizni onamiz yaxshi ko'rardikinki, qaysi bir gapimizni yoshligimizda aytgan biz-u, katta bo'lganda aytmay qo'ydik-ku, o'sha armon bo'lib ketmadimikin-a? Agar yaxshi ham gap gapira olmasa, hech bo'lmasa ozor bermasin debdilar. Nima ko'ryapti o'zi? Ozorga loyiq emas ota-ona. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin.